Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Xudo xohlasa mana navbatda ishlarimizni ham tugatib oldik. Andijon viloyati Xo'jaobod tumaniga yapyil qo'yganmiz ishlarimizni. Xo'p, bularimiz 2 qavat oyna bo'lgan, oqqa seriya oyna bo'lgan. O'zi ham seriya bo'lgan. Ishlarimiz mokriy. Xo'p, eshiklarimiz bo'ylari 2 kira, eni 1.20. Yanida baqavoy romi 1.60 ga 1.40. Xo'p, bu chekadagi romlarimiz 275 uzunasi, bo'ylari 1.60. Orqada ustuni bor. Ustun ichkarida hisobida liniyasini bir xil qilishlik uchun ichkarida qolib ketgan. Akamiz tashqariga o'rnatganmiz. Bu chekada ikkita rom qo'yib berganmiz. Bu romlarimiz 215 eni, bo'ylari 1.60 dan. Bularimiz 3 ko'z qilib o'rtadan bittadan ochib berganmiz. Har doimgidek ularni alki fon bilan o'rab berganmiz. Padovonilar qo'yib berganmiz. Xudo xolisa chaklari ham o'ta chiroyli holatda kelgan. Hop, 275ligimizdan o'rtadan ikkitadan ochilishga berganmiz. Eshiklarimizga har doimgidek yaxshi ruchkadan qo'yib berganmiz. Tagilarni alkafon qo'yib berganmiz. Bu holati ochilib yopilishlari ham, ligirovkalari ham chiroyli holatda bo'ldi. Tashqari ko'rinishi seriya oyna qilsak paromot bo'lmaydi deganlar uchun. Xo'p, padovonligimizni 45ligidan qo'yib berganmiz. Devorimiz 1.5 tush hisobiga kattadan tushdi padovonligimiz. Ustunimiz aytganimda ichkarida qolib ketgan akalar. Ko'ryapsizlar, mana ancha bu yerda joyimiz qolgan. Keyin bitta liniyasini ham ko'rsatib qo'yinglar, narigim bilan buni. Bunaqa uzunasini. Ashida. Xudo xolasa liniyasi ham akalar chiroyli holatda bo'ldi. Xo'p, romlarimizga ruchkalarni yaxshidan qo'yib berganmiz. Romlarimiz ochilib yopilishlari. Xo'p, bu tomonda ikkita romimiz bor. Bularimiz o'rtadan bittadan ochilishga berganmiz. Padovonligimizni ham splashni qo'yib berganmiz. Xudo xolasa ochilishlari ham go'zal holatda bo'lgan. Xo'p, bu yerimizni narx-navosini aytadigan bo'lsak akalar, bu yerimiz 16,5 kvadrat chiqqan. 16,5 kvadratimizni 680 ming so'mdan qilib berdik. 11 million 200 ming so'mga to'xtadi akalar. Bu yerda bitta podvol eshigimiz ham bor. Xudo xolasa uni ham 3-4 kunda qo'yib ketamiz. Uni ham aytishdi. Keyin ichkarilarga endi eshiklarni ham qilib berasiz dedi. Xudo xolasa bularni ham kelishib qo'ydik. Ularni ham xudo xolasa bir 20 kunda olib kelib qo'yib beramiz. Akalar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Xudo xolasa vodiy bo'ylab Toshkentga, vohalarga ham yetkazib berish xizmatlari bor akalar. Ishimiz chiroyli chiqqan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yasizlar, obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa bunday qiziq videolar hali oldinda. Xudo xolasa bunaqa videolar ko'p qo'yamiz. Xudo xolasa sizlarga yoqadi degan umiddaman. Hammanglarga rahmat akalar.